Xabar berilganidek, viloyat adliya boshqarmasi tomonidan aholining huquqiy bilimini oshirish va ularga huquqiy masalalarda ko'maklashish maqsadida huquqiy targ'ibot kuni loyihasi amalga oshirib kelinmoqda. Navbatdagi loyiha Olot tumanining mahalla fuqarolari va umumta'lim maktablari yoshlari o'rtasida tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24 may kunidagi ma'muriy islohotlar doirasida adliya organlari va muassasalarning mas'uliyatini yanada oshirish hamda ixcham boshqaruv tizimini shakllantirish to'g'risidagi 80-sonli farmonining ijrosini ta'minlash maqsadida Olot tumani adliya bo'limi, yuridik xizmat ko'rsatish markazi, davlat xizmatlari markazi, fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limi, notarius va manfaatdor tashkilotlar bilan birgalikda tumandagi Yosh Botir mahalla fuqarolari yig'ini aholisi va hududdagi 35 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida huquqiy targ'ibot kuni tashkil qilindi. Tadbirda yoshlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish hamda ularning huquqiy tarbiyasida salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarga nisbatan immunitetni shakllantirishga qaratilgan mamlakat kelajagi qonunga itoatkor va huquqbuzarlikka toqatsiz yoshlar bilan g'oyasi bilan yashashlari zarurligi aytib o'tildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun munosabati bilan unga kiritilgan o'zgarishlar, yangilanishlar va qo'shimchalar, belgilab qo'yilgan huquq va burchlar, kafolatlar va Konstitutsiyadagi mavjud moddalar yuzasidan ham tushunchalar berildi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 8-noyabr kunidan kuchga kirgan o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonuni, ushbu qonunning maqsadi o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solishdan iboratligi va hozirgi kunda fuqarolarga o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish yuzasidan qarorlar qabul qilib kelinayotganligi aytib o'tildi. Tadbirda Buxoro viloyati adliya boshqarmasi boshlig'ining tegishli buyrug'iga asosan joriy yilning 12-noyabr kunidan 27-noyabr kuniga qadar e'lon qilingan bolalar va yoshlarning huquqlarini himoya qilish huquqiy aksiyasi haqida ham tushunchalar berib o'tildi. Yoshlar ushbu aksiyada faollik ko'rsatishlari lozimligi va aksiyani o'tkazish yuzasidan tushunchalar ham taqdim etildi. Ishtirokchilarga davlat xizmatlari sohasidagi yangiliklar va yaratilgan imkoniyatlar yuzasidan tushunchalar berilib, ishtirokchilarni qiziqtirgan masalalar yuzasidan huquqiy maslahatlar berildi. Tadbir davomida ishtirokchilarga kun tartibidagi masalalar yuzasidan targ'ibot materiallari, buklet va flayerlar tarqatildi.